tushimda Otabek Muhammad Zohid kirdi. Nima, bunday ustol atrofida o'tiribmiz. Nodiraxon dedi, ha desam, endi shu qo'shiqingda dedi, bitta qo'shiq bor, o'shani ayting dedi. Keyin ha, bo'pti, aytaman dedim. Aytib bering. Sen gitarani olib shunaqa aytishyapti-da, sho'xda. Sho'x qo'shiq aytishyapti. Keyin bir kuplet aytishdi-da. O'zim shu turib ketdim. Bir esimda edi, esimdan chiqib qoldi-da. Hali she'r, hali sraz turib yozib qo'ymabman-da. Keyin o'sha yerda Farg'onada qo'yganda yomg'ir degan joy esimda qoldi-da. Bu oxirgisi edi. Bu oxirgi so'z edi bu-da. Boshida boshqa narsalar deb tushib, oxirida Farg'onada qo'yganda yomg'ir edi. Keyin rosa o'ylab yurdim. Shu nima deyishdi ekan, birinchi kupleti nima edi deb keyin nima bo'ldi? Qoyil, lekin bu ana boshqacha voqea bo'libdi lekin. Farg'onada quyganda yomg'ir, loy bo'ladi chang ko'chalar. Derazadan boqaman yorim, o'tarmikan bizni ko'chadan. Loy ko'chalar suv to'la ariq, ko'lmakchaga to'lgan bu borliq. Kutayapman yorimni intib, o'tarmikan bizni ko'chadan. Biror bir yumush bilan, viqorli yurish bilan, yo yomg'ir tinish bilan o'tarmikan bizni ko'chadan. Biror bir yumush bilan, viqorli yurish bilan, yo yomg'ir tinish bilan o'tarmikan bizni ko'chadan. O'tarmikan bizni ko'chadan. Yozgandan keyin. Zo'r. Qarasam zo'r bo'ldi. Qoyil. Demak, shu joy ekan, o'zi shu joy yetar ekan dedim ki, o'sha Farg'onada qo'yganda yomg'ir degan. O'shaning uchun Otabek Muhammad Zohid meni tushimga kirib aytishgan uchun rahmat.